ot solgancha uyga qarab yugurdim. Chinqirig'imni eshitib, onam ichkari chopib chiqdilar. Darrov bag'riga bosib, ko'z yoshlarimni artdilar va yupatishga uringancha "Nima bo'ldi qizalog'im?" deya savolga tutdilar. Mening esa qo'rquvdan tilim aylanmas, to'xtovsiz yig'lar, kalovlanib zo'rg'a gapirardim. Oxiri bir amallab bo'lgan voqeani onamga aytib berdim. "Ona," dedim, hiqillagancha burnimni tortib. "Men o'sha ertakdagi yalmog'iz kampirni ko'rib qoldim. Afti judayam xunuk va badburush ekan. Meni yemoqchi bo'lib yoniga chaqirdi." Onam esa avvaliga hayron bo'ldilar. Keyin esa qiyofasini tasvirlab berganimdan so'ng miyig'ida kulimsirab qo'ydilar u bosiqlik bilan tushuntira boshladilar. Qizginama, axir u ayol qo'shni qishloqdagi kinnachi momon-ku. Sirayam qo'rqma, inson keksayganda shunaqa xunuk bo'lib qoladi. Men yig'idan to'xtab, yalt etib onamga qaradim. Onamning javobidan hayratga tushgandim. "U holda siz ham bir kuni keksayib, yalmog'izga aylanib qolasizmi? Tishlaringiz to'kilib, badbashara bo'lib ketasizmi?" Onam esa jim bo'lib o'ylanib qolgandilar. Men sekingina yalina boshladim. "Ayting, onajon, nega indamaysiz? Iltimos, yalmog'izga aylanib qolmang." Onam chuqur xo'rsindi-da, meni ohista bag'riga bosdilar va qulog'imga asta shivirlab, "Yo'q qizim, men hech qachon yalmog'izga aylanmayman. Men bir umr yosh va navqiron bo'lib shu holimcha qolaman. Onalik so'zim," dedilar. Men g'o'rgina qizaloq bu gapning zamiridagi ma'noni o'shanda tushunmay quvonib ketgandim. O'sha voqeadan ko'p o'tmay onam bedavo dardga chalinib qoldilar. Hali 10 gulidan bir guli ochilmagan navqiron 33 yoshida hayotdan ko'z yumdilar. Onalar aldamas ekan. Onalar o'z so'zida turar ekan. Onama, bir umr yosh va navqiron holda qolaman degandingiz. Shu va'dangizni bajaraman deb hayotdan erta ketdingiz-a? Bu mudhish voqea bir umr yuragimning tubida ketmas dog' bo'lib qoldi. Har gal eslaganimda onamning o'limida beixtiyor o'zimni aybdordek his qilaman.